Hüseyin sana prosta bir savol verecekmi? Edifer zor mu? M16 zor mu bu korku bilen? Edifer yaman ha? Edifer'in narxı 1,5 milyon so'm işe durur. 2 milyon 350, 2 milyon 400 ming so'm sotuldi bu narsa. Original 12 jon bez remont. Konkretniy narsa, idealniy sostansi. Zo'r narsa shu. Yaxshi sen prosta vani boşa günün bo'lib ketdi do'rishik. M16 vallahi qarang. M16 bez remont 12 jon. 1600-3200 yaşkan moshina eshikda turibdi. Narxi 3 milyon so'm vallahi. Kimga kerak bo'lsa 3 milyon 100 emas, 3 milyon so'm. Agar narxi yaqqan bo'lsa, korp bufer 3 milyon so'm vallahi. Narxi yaqqan bo'lsa bir like bosib qo'yinglar vallahi. Bir like bosib qo'yinglar. Normalniy bufer so'rab yurgan mana blokim bor. Men zo'r sechilim bor, короче, men buferni o'zi kerak deb turibsiz qaqi. Unda keldinglar, bosib bering eshigi bilan. Edifer so'rab turgan bo'lsangiz, aktivniy usechil o'zimda bo'ladi. 1,5 milyon so'm mana bosib bering. Xullas videoga like bosinglar. Ya, jo'rangizga tashlab bering ishini bufer so'rab turgan. Hammaga rahmat.